Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari va mana bunday toza nasldor sog'liq ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga bir partiya sog'liqda zo'r, go'zal variantlardan bor. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, kanaliga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turasizlar. Akalar, bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i o'zimizda xonadonga kelgan so'g'liqlarni video qilishlarimiz. Xudo xolasa soni bu yerda 9 dona, 1 dona qorasidan, 8 dona sarig'idan, Qirg'iziston Bishkek qo'ylari. Bo'ylari 80 plus. 80 plus ko'rasizlar. Hammasiga ayirdim mana. Jonivorlar hammasi Qirg'iziston Bishkek qo'ylari. Toza nasldor qo'ylar hammasi Qirg'izistondagi quloqlardan hammasini baldog'i bor jonivorlar. Yosh oyliklari 2 tishdan 4 tish, ichida bitta ikkita 6 tish ham bo'lsa kerak. Hammasi 50 bo'g'ozligi ham. Oldi bilinib qolgan. Beraman. Yelim tashab bilinib qolgan jonivorlar. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar, narxi ham xudo xolasa hammasiniki yo'lida. Hammasini bir joyga olganga 5.500.000 so'mdan dastavkalar Toshkentgacha. Doniyorga kelishilgan holatda. Ekrandagi nomerga telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Tanlab olishga ham kelishamiz.